Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Mana bu yerda bitta tovuqimiz kurk bo'lib yotyapti. Shuncha turg'izib yuborsam ham, tagidan tuxumlarni olib qo'yaversam ham baribir yotib olaveryapti. Shunga bir narsa hayolimga keldi. O'tgan yillar sinab ko'rgan edim. Bor yo'g'i ikkitagina tuxum qo'yib sinab ko'rgan edim. Bugun nasib bo'lsa 11 ta tuxum olib keldim. 12 ta ekan. 12 ta tuxum olib keldim. Nasib bo'lsa, hammasi Bigunok va Agidel tuxumlari. Bu tajriba 2026 bo'ladi, xudo xolasa. Ya'ni 2026-yilda birinchi tajribasi bo'ladi. Tovuq, o'rdek tuxumlarini ochib chiqa oladimi? Buni kimdir tajriba qilib ko'rgan, ochtirib ko'rgan, bu bo'ladi, mana bo'lgan ham. Yana ham bir ko'rmaganlar uchun tajriba qilib ko'rsatamiz. O'rdek tuxumlarini tovuqqa bostiramiz, xudo xolasa. Hozir buni taglarini to'g'irlab, biroz somon to'shab, o'rdek tuxumlarini tagiga terib qo'yamiz. Tagiga chiroyli qilib somonni to'shab qo'ydik. Bunda tuxumlarni terib qo'yamiz. Bigunok tuxumlarini, ya'ni o'rdek tuxumlarini tovuq ochib chiqa oladimi? Ko'ramiz. Olib kelib yotqizib qo'ymoqchi edim. Don yeyapti. Mayli, donini yeb olsin, o'zi keyin kelib yotadi. Paka xalal bermaymiz. Hozir video qo'ya olmayapman. Ko'pchilik so'rayapti, nimaga video qo'ymayapsiz deb. Hozir ishda bo'lyapman, shuning uchun video qo'ya olmayapman. Shuning uchun hammalaringizdan uzr so'rayman. Xudo xolasa ishlarimni tinchitib tugatib olsam, keyin yana videolar qo'yishda davom etamiz inshaalloh. Hozircha esa assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.